Assalomu alaykum hurmatli talabalar, aziz tinglovchilar. Navbatdagi mavzuyamiz oddiy differensial tenglamalar, qo'shim masalasi, o'zgaruvchilar ajraladigan differensial tenglamalar va bir jinsli tenglamalardan iborat ekan. Quyidagi demak rejalar asosida darsimizni olib boramiz. Birinchisi differensial tenglama haqida asosiy tushunchalar. Demak, ta'rif. Erkin o'zgaruvchi noma'lum funksiya va uning hosilalarini bog'lovchi tenglamaga differensial tenglama deyiladi. Demak, mana masalan differensial tenglama keltirilgan. Noma'lum funksiyaning hosilalari, ya'ni argument qatnashishi mumkin. Noma'lum funksiyaning o'zi ham kelishi mumkin bu yerda. Demak, mana shu oddiy differensial tenglama deyiladi. Differensial tenglamalar ikkiga bo'linadi: oddiy differensial tenglama va xususiy hosilali differensial tenglama. Agar izlanayotgan funksiyamiz bir o'zgaruvchili bo'lsa, bu funksiya demak tenglamamiz, bu differensial tenglamamiz oddiy differensial tenglama deyiladi. Agar izlanayotgan funksiyamiz masalan z funksiyamiz bir nechta o'zgaruvchiga bog'liq bo'lsa, bu holatda masalan ikkita funksiyaga bog'liq o'zgaruvchiga, bunday tuzilgan differensial tenglama, ya'ni xususiy hosila bilan qatnashganligi uchun xususiy hosilali differensial tenglama deyiladi. Xo'p, differensial tenglamaning birinchi tartibli differensial tenglamaning umumiy ko'rinishi, birinchi tartibli differensial tenglamaning oshkor ko'rinishi deyiladi. Quyidagi ko'rinishda ham differensial tenglamalar berilgan bo'lishi mumkin, ya'ni yoyilgan ko'rinishda. Navbatdagi ta'rifimizni kiritamiz. Differensial tenglamaning yechimi deb yoki uning integrali deb tenglamaga qo'yganda uni ayniyatga aylantiradigan differensiallanuvchi demak funksiyaga aytiladi. Masalan, y' plus ky teng 0 tenglama berilgan bo'lsin. Mana bu funksiya bu differensial tenglamaning yechimi hisoblanadi, ya'ni integrali hisoblanadi. Bu chunki yechimni tenglamaga olib borib qo'ysak, bizda demak mana ayniyat hosil bo'ladi. Demak, ayniyatga aylantirib beruvchi demak funksiya shu differensial tenglamaning yechimi hisoblanadi. Keyingi ta'rif. Agar differensial tenglamaning umumiy yechimi deb quyidagi shartlarni qanoatlantiruvchi demak y phi x ko'rinishdagi funksiyaga aytiladi. Demak, birinchisi y ixtiyoriy o'zgarmasning istalgan qiymatda differensial tenglamani qanoatlantirish kerak va berilgan boshlang'ich shartni qanday bo'lganda ham, qanday bo'lishidan qat'iy nazar boshlang'ich shartni ham ixtiyoriy o'zgarmas uchun demak topish kerak bo'ladi, ya'ni s ni topish kerak bo'ladi shunaqa. Differensial tenglamaning umumiy yechimidan ixtiyoriy o'zgarmasning tayin qiymatda hosil bo'lgan har qanday yechim xususiy yechim deyiladi. Agar har qanday s qo'yganda ham hosil qilib bo'lmaydigan boshqacha yechim, ya'ni differensial tenglamani qanoatlantiradi, lekin umumiy yechimdan uni hosil qilib bo'lmaydigan yechim maxsus yechim deyiladi. Xo'p, endi mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, differensial tenglamaning demak umumiy yechimdan ixtiyoriy o'zgarmasning hech bir qiymatda hosil qilib bo'lmaydigan yechimga demak nima deyilar ekan? Maxsus yechim deyilar ekan. Hop, endi qo'shim masalasiga to'xtalib o'tamiz. Differensial tenglama demak mana bu ma'lum bir boshlang'ich shart bilan berilgan. Mana bu narsa boshlang'ich shart deyiladi. Boshlang'ich shart bilan berilgan xususiy yechimni topish masalasi qo'shim masalasi deyiladi. Demak, differensial tenglama boshlang'ich shart bilan berilgan bo'lsa, demak bu masala endi qo'shim masalasi deyiladi va biz xususiy yechimni, ya'ni boshlang'ich shartni qanoatlantiruvchi xususiy yechimni topishimiz kerak bo'ladi. Savol tug'iladi, bu xususiy yechim mavjudmi har doim va u mavjud bo'lsa bu yagonami degan. Shu teorema demak shu savolga javob beradigan teorema quyidagi keltirilgan. Demak, qo'shim masalasining yechimining mavjudligi va yagonaligi haqida. Agar biror bir nuqtada, biror nuqtani o'z ichiga oladigan biror bir sohada, d sohada funksiya va uning hosilasi, y bo'yicha xususiy hosilasi uzluksiz bo'ladigan bo'lsa, demak o'zi va xususiy hosilasi, y bo'yicha xususiy hosilasi uzluksiz bo'ladigan bo'lsa, unda mana bu differensial tenglama mana bu shartni, boshlang'ich shartni qanoatlantiruvchi y barobar fx yechimi demak mavjud bo'lar ekan va u yagona bo'lar ekan. Bu teorema masalasi yechimga ega bo'lishini yetarli shartini demak ta'minlaydi va geometrik jihatdan teoremaning shartlari bajarilganda har bir nuqta orqali yagona integral chizig'i mana bunday o'tganligini bildiradi.
masalan bu differensial tenglama umumiy yechimi cx bo'ladigan bo'lsa, c ni o'rniga agar biror bir son qo'yadigan bo'lsak, ma'lum bir demak koordinata boshdan o'tuvchi to'g'ri chiziq ekanligini biladi. Demak, hammasi to'g'ri chiziqlar dastasini tashkil etyapti umumiy yechim, lekin c ning tayinli qiymatida olinadigan yechimi demak to'g'ri chiziq. Bu uning c uchun bitta yagona c uchun yagona yechim ekanligini ko'rishingiz mumkin. Endi differensial tenglamalarni yechishga to'xtalib o'tamiz. Differensial tenglamalarni yechish uchun demak eng sodda shakli bu differensial tenglamalarni o'zgaruvchilari ajraladigan differensial tenglama hisoblanadi. Differensial tenglamalarni yechish uchun odatda y' kelganda birinchi tartibli differensial tenglamada dy taqsim dx almashtirish qo'llaniladi va berilgan misolda ko'rishingiz mumkin, mana ifoda mana bu ko'rinishga keldi. Endi biz oddiy tenglamani yechishda maktab dasturida bilasiz, x normalini topishda x larni bir tomonga, y larni bir tomonga o'tkazib topishga harakat qilar edik. Bu differensial tenglamani yechish prinsipi ham deyarli shunday. Y larni bir tomonga, x larni bir tomonga o'tkazib olish talab etiladi. Demak, proporsiya yordamida dy dx larni bir tomonga, ko'ryapsiz, mana x lar bir tomonga, y lar bir tomonga bo'lib oldi. Shundan so'ng ikkala tomonni integrallash orqali demak biz yechimni, umumiy yechimni yozgan bo'lamiz. Xo'p, endi mana o'sha o'zgaruvchisi ajralgan differensial tenglamalarni ko'rishimiz mumkin. O'zgaruvchisi ajralgan bu yerda x lar va y lar alohida ko'rinishda ifodalanyapti. Bevosita integrallash orqali, ikkala tomonni integrallash orqali yechim topishimiz mumkin. Mana ifodada keltirilgan integrallaveramiz. Demak, kosinus integral sinus y kvadratning integrali y kub taqsim 3 barobar demak c bo'ladi. Nol integrali c konstanta. Y ni ajratib yozishingiz ham mumkin, shunday qoldirishingiz ham mumkin. Bu hech narsani hal qilmaydi. Keyingi misolda o'zgaruvchilari ajraladigan differensial tenglamalar ko'rinishda keltirilgan. Hamma vaqt ham x y lar ajralgan bo'lavermaydi. Ular mana bu ko'rinishda ham bo'lishi mumkin. Mayda dx qolib ketgan. Y' demak yoki mana bu ko'rinishda, ko'paytma ko'rinishda yoki mana bu ko'rinishda bo'lishi mumkin. Demak, bu berilgan differensial tenglamalarni mana bu o'zgaruvchilarni ajratishimiz mumkin. Ya'ni proporsiya yordamida x lar bir tomonga, y larni bir tomonga o'tkazib, shundan so'ng yana integrallanaveradi. Quyidagi misol ham y' ni o'rniga dy taqsim dx yozish orqali va proporsiya orqali ikkala tomonni integrallab, demak yechimni hosil qilish mumkinligi ko'rsatiladi. Keyingi tushunchamiz demak bir jinsli differensial tenglamalar. Xo'p, bir jinsli differensial tenglamani tushuntirishdan oldin bir jinsli funksiya nima ekanligini bilib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, fx, y funksiya x va y o'zgaruvchilar mos ravishda demak tx, ty ga almashtirganda, t ixtiyoriy bu yerda parametr. Mana bu shart bajarilsa, unda bu funksiya bir jinsli funksiya deyiladi. Masalan, fx, y funksiya berilgan bo'lsin mana. Bu bir jinsli ekanligini ko'rsatamiz. Demak, x ni o'rniga tx, y larni o'rniga esa ty qo'yib chiqamiz. Va ko'rishingiz mumkinki, t kvadratlarni qovusdan tashqariga chiqarib, surat mahrajidan qisqartirsak, bu funksiya yana o'zi bo'lib qoldi. Funksiya berilgan funksiyaning o'zi bo'lib qoldi. Shuning uchun bu funksiya bir jinsli funksiya ekan. Endi differensial demak bir jinsli differensial tenglamaga ta'rif kiritsak bo'ladi. Mana bu ko'rinishda berilgan funksiya bir jinsli differensial tenglama deyiladi. Agar fx, y demak nima bo'lsa, bir jinsli funksiya bo'lsa. Demak, bir jinsli differensial tenglamalarni yechishda biz asosan y taqsim x ni u kabi belgilash kiritib, o'zgaruvchilari ajraladigan differensial tenglamaga keltirishimiz mumkin. Ya'ni bu yerdan y ni ajratib olsak, u kare x bo'ladi, y''imiz u x plus u bo'ladi. Oborib o'rniga qo'yish orqali demak ko'rishimiz mumkin. O'zgaruvchilari ajraladigan differensial tenglamaga kelib qoladi. Va ikkala tomonni buni integrallab, bemalol yechimni topishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun mana ifoda berilgan. Hop, ko'rishingiz mumkin y' bu yerda mana bu ifodaga kelib qoldi. Agar tekshirsak, bu bir jinsli funksiya, ya'ni bir jinsligini yana qayerdan bilsak bo'ladi. Mana bu har bir qo'shiluvchi bir xatlarning darajalariga e'tibor bering. Mana bu bir xatning darajasi x kare y turgani bilan bir qo'shilib 2 ni beradi. Ikkinchi daraja, ikkinchi daraja, ikkinchi daraja. Har bir qo'shiluvchimiz bir xil darajali bo'lsa, o'zi odatda bir jinsliligini payqashimiz mumkin. Va bir jinsli bo'yicha y taqsim x ni u deymiz, y' ni mana bu almashtirishimizni qo'llaganimizdan so'ng berilgan differensial tenglamamiz mana bu ko'rinishga keldi. Bir tomonga ularni, bir tomonga x larni o'tkazganimizdan so'ng mana bu
oddiy differensial tenglama o'zgaruvchisi ajralgan differensial tenglamaga kelib qolamiz. Ikkala tomonni integrallaymiz. Integrallaganimizdan chiqqan javobdan so'ng biz uni o'rniga eski o'zgaruvchi, ya'ni almashtirish qilgan edik. Eslaringda bo'lsa, u y taqsim x edi. O'shani qo'yishni unutmang. Bu yerdan y ni ajratib yozsak, mana bu yechim, demak, umumiy yechimimiz bo'ladi. Keyingi tenglamamiz bu berilgan differensial tenglamamiz. Chiziqli differensial tenglamalar. Bu yerda chiziqli differensial tenglama demak bir jinsligiga keltiriladigan differensial tenglamalar hisoblanadi. Demak, ma'lum bir almashtirishlar qilib, masalan, mana bu ko'rinishda, umumiy ko'rinishdan mana bu almashtirishlar orqali, bu yerda alfa beta hozircha noma'lum bo'lgan, lekin sistema orqali biz topib keltirib qo'yish orqali bevosita mana ko'rib turibsiz, alfa betalar topish orqali mana bu bir jinsli differensial tenglamaga keltirganmiz. Bundan so'ng yana o'sha almashtirish orqali bu yechimni topishimiz mumkin. Mana konkret misol keltirilgan. Almashtirish orqali o'sha alfa betalarimizni topamiz. O'rniga olib borib qo'yish orqali, demak, y ni topib olamiz. Navbatdagi misolimizni ko'rishimiz mumkin. Bir jinsli tenglamaga keltiriladigan misolda ham xuddi shunday almashtirish qo'llaganligimizni ko'rishimiz mumkin. Shunday holatlar bo'ladiki, demak, mana bu koeffitsiyentlar dan tuzilgan determinantimiz 0 bo'lib qoladi. Unda biz mana shu ifodadagi ax, by lar oldidagi sonni umumiy ko'paytiruvchini qovusdan tashqariga chiqarish orqali va ax plus by ni z bilan almashtirish orqali bevosita o'zgaruvchilari ajraladigan differensial tenglamaga keltirishimiz mumkinligi tushuntiriladi. Mana ifodada ko'rishingiz mumkin. Bu yerda endi determinanti 0 emas, mana yerda plus bo'lish kerak uchun. Hop, demak, umumiy almashtirishdan foydalanamiz. O'rniga qo'yishlardan so'ng mana bizda mana o'zgaruvchilari ajraladigan differensial tenglamaga keltirilgan. Uni integrallaganimizdan so'ng albatta orqaga qaytish esdan chiqmasin. x1 deb nimani almashtirgan bo'lsak, shuni o'rniga qo'yamiz va natijada shu ifoda hosil bo'ladi. Navbatdagi y' misolimiz ham xuddi shunday. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.